2026-yil yanvar oyi uchun bir oylik ob-havo prognozi e'lon qilindi. 2026-yil 1-2 yanvarda O'zbekiston bo'yicha quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. 3 yanvarda respublika hududida Kaspiy dengizi hududlaridan nam havo massalari kirib keladi. Respublika bo'yicha yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda qorga aylanadi. Markaziy va janubiy sharqiy hududlarda 4-yanvar kuni kechasi va ertalab yog'ingarchilik bo'lishi saqlanib turadi. Keyinchalik 1-10 kunlik oxirigacha respublika hududi bo'yicha yog'ingarchilik kuzatilishi ehtimoli kam. Havo harorati asosan kechalari 2 daraja sovuq, 3 daraja iliq atrofida, ba'zi joylarda 5 daraja sovuqqacha bo'ladi. Kunduz kunlari 8-13 daraja iliqdan 0-5 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Ikkinchi 10 kunlikda harorat kechalari 1-6 daraja iliqdan 1-6 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 10-15 daraja iliqdan 2-3 daraja sovuqqacha o'zgarib turadi. Respublika shimolida harorat kechalari 3 daraja sovuq, 2 daraja iliqdan 5-10 daraja sovuqqacha, ba'zi joylarda 13-15 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 2-7 daraja iliqdan 3-8 daraja sovuqqacha o'zgarib turadi. 3-10 kunlikda sovuq to'lqinlar kirib kelish hisobiga harorat kechalari 7-12 daraja sovuqqacha, ayrim joylarda 15-17 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 3-8 daraja sovuqqacha. Respublika shimolida kechalari 15-20 daraja sovuqqacha, ba'zi joylarda -22-25 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 5-10 daraja sovuqqacha, ba'zi joylarda 13-15 daraja sovuqqacha pasayishi mumkin. Mana qadrli kanalimiz obunachilari, biz sizlarga 2026-yil yanvar oyi uchun bir oylik ob-havo prognozini o'qib sizlarga eshittirdik. Ushbu manbani, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi Gidrometeorologiya xizmati agentligi saytidan sizlarga o'qib eshittirdik. Agar ushbu videorolikimiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umidamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.